Francis Scott Fitzgeraldning hayoti va ijodi haqida. Francis Scott Fitzgerald amerikalik yozuvchi, adabiyotda yo'qotilgan avlod deb nomlangan mualliflarning eng yirik vakili. Fitzgerald 1925-yilda nashr etilgan Buyuk Gatsby romani, shuningdek 20-asrning 20-yillarida Amerika jaz davri haqidagi bir qator roman va hikoyalari bilan tanilgan. Jaz asri yoki jaz davri atamasini Fitzgeraldning o'zi kiritgan va Amerika tarixining Birinchi jahon urushi tugaganidan 30-yillarning Buyuk depressiyasigacha bo'lgan davrini bildirgan. Fitzgerald 1896-yil 24-sentyabrda Minnesota shtatidagi St. Paul shahrida boy katolik irland oilasida tug'ilgan. Uning tug'ilishidan oldin oila 2 farzandidan ayrilgan edi. Shuning uchun Francis Scott ota-onasi uchun juda qadrli bola bo'ldi. U o'z ismini otasi tarafidagi juda uzoq qarindoshi, AQSh milliy madhiyasi matni muallifi Francis Scott Key sharafiga olgan. Fitzgeraldning onasi tomonidan bobosi Philip McKillan Irlandiyadan AQShga ko'chib o'tgan. Oila tez orada boyib ketdi va 30 yoshga kelib McKillan katta kompaniyaning egasiga aylandi. Francisning otasi Edward Fitzgerald qadimgi Irland oilasidan chiqqan. Kelajakdagi rafiqasi Molly McKillanning oilasidan farqli o'laroq Edward boyib keta olmadi va inqiroz paytida bankrot bo'ldi. Edwardning McKillanni qizi bilan nikohi McKillan tomonidan ma'qullanmagan. Shunga qaramay McKillan yosh oilani qo'llab-quvvatlaydi. Shu sabab bo'lajak yozuvchi nufuzli ta'lim muassasalarida o'qish imkoniyatiga ega bo'ldi. 1908-1910 St. Paul akademiyasida, 1911-1913 yillarda Fitzgerald mustaqil o'qishga ko'p vaqt ajratadigan Newman maktabida, 1913-1917 yillarda Princeton universitetida. Princetonda o'qiyotgan paytida Francis Scott Fitzgerald varsity futbol jamoasida o'ynagan. Universitet musobaqalarida tez-tez g'olib bo'lgan, hikoyalar va dramalar yozgan. Bu vaqtga kelib u yozuvchi va musiqiy komediyalar muallifi bo'lish orzusini allaqachon shakllantirgan edi. 1917-yilda Fitzgerald so'nggi imtihonlaridan sal oldin armiyaga o'z ixtiyori bilan bordi. Armiyada u karyerasini amalga oshirdi va 17-piyoda brigadasi komandiri general Ryan'ga adyutant darajasiga ko'tarildi. Aslida u generalning kotibi bo'lib ish boshlagan edi. 1919-yilda Fitzgerald bir muddat Nyu-Yorkda reklama agenti sifatida ish olib bordi. Armiyada xizmat qilayotib, u Montgomery'da badavlat va obro'li oiladan kelib chiqqan Alabama shtatidagi sudyaning qizi Zelda Sayer bilan uchrashdi. Bu go'zal qiz shtatdagi hamma havas qiladigan qizlardan biri deb hisoblanardi. Fitzgeraldning keyingi barcha tarjimai holi va faoliyati u bilan bog'liq. Zelda bir necha bor uning romanlari qahramonlarining yorqin prototipi deb nomlangan. Fitzgerald va Sayerning muhabbati qizning oilasi nikohga qarshi bo'lganligi sababli ko'p sinovlardan o'tdi. O'sha paytda Fitzgeraldning doimiy ishi va doimiy daromadi yo'q edi. Zelda bilan turmush qurishning yagona imkoniyati adabiy muvaffaqiyat edi. Fitzgerald Nyu-Yorkka bordi. U yerda reklama agentligida adabiy xodim bo'lib ishladi. U adabiy e'tirofga erishish uchun o'z urinishlaridan voz kechmadi va turli nashrlarga yuboradigan hikoyalar, dramalar va she'rlar yozdi. Uning birinchi adabiy tajribalari muvaffaqiyatsiz tugadi va qo'lyozmalar qaytarib berildi. Fitzgeraldga muvaffaqiyatsizlik qattiq ta'sir qildi. Ichishni boshladi, ishini tashladi va ota-onasi yoniga qaytishga majbur bo'ldi. Ota-onasining uyida Fitzgerald ilgari nashr etishdan bosh tortgan romantik egoistning qo'lyozmasini qayta tiklashga vaqtini sarfladi. Ushbu roman 1920-yil 26-martda Jannatning narigi tomoni nomi bilan nashr etildi. Fitzgeraldning romani darhol muvaffaqiyat keltiradi. 1920-yil 3-aprelda Francis Scott va Zelda turmush qurishdi. Bu voqealar Rosalind romanining qahramonlari taqdiri prototipi bo'lib xizmat qildi.
Romanning mashhurligi Fitzgerald uchun buyuk adabiyot olamiga yo'l ochadi. Uning asarlari nufuzli jurnal va gazetalarda nashr etila boshlaydi. Ular Scribner's Magazine, Saturday Evening Post va boshqa gazeta jurnallar edi. Shon-shuhrat bilan birgalikda yozuvchining boyligi o'sib bordi. Bu unga va Zeldaga zamonaviy amerikacha orzudagi turmush tarzini olib borishlariga imkon berdi. Ko'p o'tmay ular o'z avlodlarining qiroli va malikasi deb nomlana boshladilar. 1922-yilda Fitzgerald 4 yil oldin O'rta Yer dengizi uslubida qurilgan 7 ta yotoqxonasi, o'tin yoqadigan kamin va katta derazali oynalari bilan qurilgan Manhattandagi villasini sotib oldi. Bu yerda u Yevropaga ketguncha 2 yil davomida xotini bilan yashadi. Ushbu uyda yozuvchi Buyuk Gatsby romani ustida ish boshladi va asarning dastlabki 3 ta bobini shu uyida yozdi. Fitzgeraldning birinchi romani nashr etilgandan so'ng g'iybat ustunidagi asosiy qahramonlardan biri bo'lgan Francis Scott va Zelda jamoatning juda katta ahamiyatida va shon-shuhrat bilan yashay boshladilar. Ular ziyofatlar, bazmlar va Yevropa kurortlariga sayohat qilishdan iborat vaqtichog'lik, ko'ngil xushlikka boy hayotdan zavqlanishardi. Juftlik doimiy ravishda butun Amerika yuqori jamiyatini ular haqida muhokama qilishga majbur etadigan ba'zi bir eksentrik antiqa narsalarni o'ylab topardilar. Manhattan atrofida taksi tomida sayr qilish, favvora ustida cho'milish yoki spektaklda yalang'och holda ko'rinish. Ularning barchasidan ularning hayotlari doimiy janjallardan, ko'pincha atrofdagilarning hasadi sabab va ikkalasining ham spirtli ichimliklarni haddan tashqari ko'p iste'mol qilishidan iborat bo'lardi. Shu vaqtlar ichida Scott juda sezilarli daromad keltiradigan jurnallar uchun juda ko'p asarlarni yozishga muvaffaq bo'ldi. U o'sha paytdagi eng obro'li jurnallarning eng ko'p gonorar oluvchi mualliflaridan biri edi. Fitzgeraldlar o'zlarining san'atlari va hashamatli turmush tarzi bilan mashhur edilar. Bir paytlar Fitzgerald shunday degan edi: Zelda va men haqiqiy odamlarmizmi yoki o'z asarlarimning biron bir qahramonlaridanmi bilmayman. Birinchi kitobining ortidan 1922-yilda Fitzgeraldning ikkinchi Go'zal va la'natlangan romani nashr etildi. Unda badiiy raqsning ikki iste'dodli va jozibali vakillarining og'riqli turmushi tasvirlangan. Shuningdek, bu vaqtda jaz davri ertaklari hikoyalar to'plami ham nashr etilayotgan edi. 1924-yilda Fitzgerald Yevropaga, avval Italiyaga, keyin Fransiyaga yo'l oldi. Parijda yashagan paytida u yosh Ernest Hemingway bilan uchrashdi. Aynan Parijda Fitzgerald Buyuk Gatsby romanini tugatdi va nashr ettirdi. Bu romanni ko'plab tanqidchilar va Fitzgeraldning o'zi ham o'sha davrdagi Amerika adabiyotining durdonasi, jaz davrining ramzi deb biladi. 1926-yilda Hamma qayg'uli yosh yigitlar hikoyalar to'plami nashr etildi. Ushbu yillarda Fitzgeraldga o'zining yuqori turmush darajasi ta'minlanishi uchun katta pul keltirgan ko'plab hikoyalari yozildi. Biroq Fitzgerald hayotining keyingi yillari juda qiyin kechdi. Uning rafiqasi Zelda 1925-yildan beri bir necha bor ruhiy chalkashliklarni boshdan kechirmoqda va asta-sekin aqldan ozib bormoqda edi. Uni davolash imkonsiz edi. Fitzgeraldga bular juda qattiq ta'sir qiladi. U ruhiy inqirozni boshdan kechiradi va spirtli ichimliklarga ruju qo'yishni boshlaydi. 1930-yilda Zeldaning ongi yomon tomonga qarab o'zgarishni boshlaydi. Shundan so'ng u butun umrini shizofreniya bilan og'rib o'tkazgan. 1934-yilda Fitzgerald tomonidan nashr etilgan Tender bu tun asarida asosan Fitzgerald o'zining dardi, turmushini saqlab qolish uchun bo'lgan kurashi va hashamatli hayotining boshqa tomonlarini tasvirlab beruvchi avtobiografik romanini ommaga taqdim etdi. Biroq Amerikada kitob unchalik ham muvaffaqiyatga erishmadi. Umrining oxirlarida Fitzgerald yoshligida boylik Zeldani buzgan deb o'ylay boshladi. U qizi Scotty bilan suhbatlarda u Zeldani odatda umuman barcha boylarga murojaat qilgan so'zlar bilan ta'riflagan.
qattiqroq bo'lish kerak bo'lganda yumshoq, taslim bo'lish kerak bo'lganda qattiq. 1937-yilda Fitzgerald Gollivudda ssenariy muallifi bo'lishga qaror qildi. U yerda bir qator yosh yozuvchilar yig'ilib, ular ham o'z omadlarini sinab ko'rishga qaror qilishdi. Ular orasida Donald Ogden, Stuart Dorothy Parker, Robert Benchley, Sidney Joseph Perelman, Nathaniel West bor edi. Gollivudda u Sheila Graham bilan uchrashib, uni sevib qoladi. Hayotining so'nggi yillarida Fitzgerald u bilan birga yashaydi. 1939-yil oktyabrda Fitzgerald Gollivud hayoti to'g'risida Oxirgi magnat romanini yozishni boshladi. Afsuski, bu asar tugallanmay qolgan. U Gollivudda bo'lgan 3 yil davomida, shuningdek vafotidan keyin Crack Up to'plamida nashr etilgan asosan avtobiografik xarakterga ega bo'lgan bir qator hikoyalar va maqolalarni yozdi. O'limidan sal oldin Fitzgerald Esquire'dagi avtobiografik maqolasida o'zini yorilgan plastinkaga taqqoslagan. Francis Scott Fitzgerald 1940-yil 21-dekabrda Kaliforniya shtatida Gollivudda yurak xurujidan vafot etdi. 1950-yilda Ernest Hemingway o'zining Har doim siz bilan bo'lgan bayram avtobiografik kitobini yozdi. Uning ko'p sahifalari Fitzgeraldga bag'ishlangan. Ikki adib o'rtasidagi do'stlik va adabiy raqobat Scott Donaldsonning Hemingway Fitzgeraldga qarshi kitobiga asos bo'ldi. Muallif ikki taniqli yozuvchining munosabatlarini tahlil qilib, ularning xunuk xatti-harakatlari, spirtli ichimliklarni suiiste'mol qilish, janjal va kichik bahslar epizodlarini batafsil bayon qiladi. Adabiyotshunos va yozuvchi Joyce Carol Donaldsonning kitobini fotografiya deb atadi. Bu atama avtobiografiyaga xos bo'lsa ham, Hemingway va Fitzgerald hayotidagi noxush tafsilotlarning haddan tashqari bo'rttirib ko'rsatilganligiga ishora qiladi.